qishloq xo'jaligidan chiquvchi oqova suvlar, gerbisid, pestitsidlarni tozalash va shu bilan birgalikda saratonni davolashda qo'llash bo'yicha tadqiqotlar o'z o'rnini topgan laboratoriyamizda. Ushbu plazma qurilmalari yordamida Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi olimlari bilan hamkorlikda sinovlar o'tkazildi. Xususan antibiotiklarga chidamli bakteriyalarni yo'q qilishda mana shu qurilmalarning samaradorligi aniqlandi. Tarkibidagi vodorod va kislorod radikallari birikib, kuchli oksidlovchi moddalar, vodorod peroksidlari, kislorodning radikallarini hosil qiladi va gidroksil radikallari hosil bo'ladi. Bu radikallarimiz kuchli reaktiv zarralar hisoblanadi. Bu har qanday organik bo'yoq molekulasini parchalab yuborishi mumkin. Ko'rib turilishingiz mumkin, 1 litr hajmdagi 10 mg miqdordagi bo'yoqli suvimiz 120-150 sekund davomida to'liq parchalanib ketganini ko'rishimiz mumkin. Plazma bilan ishlov berilganda o'tgan yili o'sha bug'doyning Alekseyevich navida 25% gacha hosildorlikni oshirgan bo'lsa va plazma plus o'sha bakteriyalar bio'g'itlar bilan sinergik ta'sirini ko'rganimizda 36% gacha hosildorlik oshgani kuzatildi. Jihatdan tekshirib ko'rganimizda ularning oqsil, uglevod va o'sha paxtalarda tog'larning sifat ko'rsatkichlariga hattoki o'sha yog' oqsil miqdorini ham 0,5-1-2% gacha o'sha oqsil miqdorlarini, karotinoid miqdorlarini oshishini biz kuzatdik, ya'ni ijobiy natijalarga erishdik. Sovuq atmosferik plazma bugungi kunda keng o'rganilayotgan innovatsion texnologiyalardan biri. U tibbiyot, sanoat va qishloq xo'jaligida qo'llanilishi bilan ilmiy jamoatchilik e'tiborini tortmoqda. Keling, bu haqida batafsil mutaxassislardan bilib olamiz. Assalomu alaykum. Men Maqsudbek Yusupov, fizika matematika fanlari doktori, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universiteti huzuridagi Fundamental va amaliy tadqiqotlar instituti fundamental fizika va fizik kimyo laboratoriyasi mudiri hisoblanaman. Bizning laboratoriyamizda asosiy tadqiqotlar fizik, kimyoviy va biologik jarayonlarni kompyuterda modellashtirishga qaratilgan bo'lib, bundan tashqari eksperimental tadqiqotlar ham olib borilyapti. Asosiy tadqiqotlarimiz plazma qo'llanmalari, ya'ni plazma bilan ishlov berish, plazmani har xil sohalarda qo'llashga qaratilgan. Masalan, qishloq xo'jaligidan tortib to saraton hujayralariga ishlov berish kabi ilmiy tadqiqotlar, keng miqyosdagi ilmiy tadqiqotlar laboratoriyamizda o'rnini topgan. Plazma haqida qisqacha gapiradigan bo'lsak, plazma bu moddaning 4-agregat holati. Birinchi holatni misol sifatida fizika, maktab fizikasidan ma'lumki, qattiq holat bor. Qattiq jismlarga issiqlik berilsa, energiya berilsa, u suyuq holatga o'tadi. Bu moddaning 2-agregat holati. Unga yanada issiqlik berilsa, u gaz holatiga o'tadi. Gaz holatiga yanada energiya berilsa, u endi ionlashgan gaz holatiga o'tadi. Mana shu ionlashgan gazni plazma ham deyiladi. Plazma ikki xil turda bo'ladi: termal plazma va notermal plazma. Termal plazmada bu o'sha plazma tarkibidagi elektronlar va ionlarning temperaturalari o'zaro yaqin bo'lib, juda yuqori haroratda bo'ladi. Taxminan 10,000 gradus Selsiy atrofida bo'ladi. Bularga boshqacha nom bilan aytadigan bo'lsak, issiq plazma ham deyiladi. Termal plazma, issiq plazma. Bularga misol quyosh, mana quyosh yoki yulduzlar misol bo'lishi mumkin. Endi notermal plazma bor. Notermal plazmada elektronlar harorati juda yuqori bo'lsa-da, ionlar harorati mana xona haroratiga yaqin haroratda 20 gradusdan 40 gradusgacha oraliqda bo'ladi. Bularga sovuq plazma deyiladi. Mana shu plazmani turli xil sohalarda qo'llanilishi hozirda tadqiqotlardan biri hisoblanadi. Laboratoriyamizda sovuq plazma yordamida qishloq xo'jaligi, tekstil oqova suvlari, farmatsevtik oqova suvlar, qishloq xo'jaligidan chiquvchi oqova suvlar, gerbisid, pestitsidlarni tozalash va shu bilan birgalikda saratonni davolashda qo'llash bo'yicha tadqiqotlar o'z o'rnini topgan laboratoriyamizda. Plazma saraton hujayralariga tanlab ta'sir qilishi eksperimental tadqiqotlar tomonidan isbotlangan. Buni tub mexanizmlari haligacha noma'lum
noma'lum bo'lib qolmoqda. Bunda modellashtirish tadqiqotlari ham mana shu tub mexanizmlarni aniqlashda juda ham katta rol o'ynaydi. Asosiy effekti plazmani bu plazma hosil qilgan reaktiv kislorod va azot zarralari hisoblanadi. Ular o'sha biomolekulalar bilan o'zaro ta'sirlashib, ularni masalan tekstil oqova suvlarida mana bo'yoqlarni degradatsiyaga uchratib, parchalab yoki antibiotik bilan parchalash xususiyatiga ega. Saratonlarda saratonda muhim rol o'ynaydigan oqsillar bor. Membrana lipidlari yoki DNK o'shalarga oksidlovchi ta'sir ko'rsatadi va mana shu oksidlovchi ta'sir natijasida plazma saratonni apoptoziga olib keladi. Apoptoz bu programmalashgan bo'lim. Apoptoziga olib keladi. Normal hujayralar ham shikast yesa-da kamroq shikast yeydi. Ya'ni rak hujayralari normal hujayralarga qaraganda ko'proq o'lishi eksperimental tadqiqotlarda aniqlangan. Biz ilmiy laboratoriyamiz bir necha xalqaro laboratoriyalar bilan hamkorlikda ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda. Shulardan biri Shianjiatom universiteti qo'shma laboratoriya tashkil qilingan o'tgan yili. O'sha laboratoriya tadqiqotlari doirasida biz o'sha plazma bilan saraton davolash va plazma bilan xronik yaralarni, teri yaralarini davolashda qo'llash bo'yicha qurilmalar, har xil qurilmalar olib kelingan bizga. Qurilmalar yordamida eksperimentlarimizni boshlaganmiz. Bundan tashqari Dalian texnologiya universiteti bilan ham qo'shma laboratoriya tashkil qilish rejalashtirilgan. Qolaversa, dunyoning boshqa universitetlari, Ispaniya, Germaniya, Angliya, Fransiya, Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Koreya kabi davlatlardagi olimlar bilan ham uzviy aloqalarimiz bor, qo'shma maqolalar chop etilyapti. Yaqinda Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan e'lon qilingan Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida davlatlar o'rtasida o'tkazilgan qo'shma loyiha sohibiga ega bo'ldik. Yaqinda moliyalashtirilishi kutilyapti. Bu loyiha doirasida Rossiya va Xitoylik hamkorlarimiz bilan 3 yillik amaliy tadqiqotlar olib boriladi. Xalqaro hamkorlikdan tashqari O'zbekiston doirasida ham bir necha ilmiy markazlar bilan ham hamkorliklar olib borilmoqda. Asosiy hamkorlarimiz bular O'zbekiston Fanlar akademiyasi ilmiy tekshirish institutlari, jumladan ion plazma lazer texnologiyalari instituti, Biorganik kimyo instituti, Ilg'or texnologiyalar markazi, O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent davlat texnika universitetlari shular jumlasiga kiradi. Shuni ta'kidlash joizki, plazmaning saratonga ta'sirini, tub mexanizmlarini aniqlash bo'yicha kompyuterda modellashtirish tadqiqotlari bo'yicha bizning laboratoriyamiz dunyoda yetakchi ilmiy tadqiqot laboratoriyalaridan biri hisoblanadi. Ushbu plazma qurilmalari yordamida Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi olimlari bilan hamkorlikda sinovlar o'tkazildi. Xususan antibiotiklarga chidamli bakteriyalarni yo'q qilishda mana shu qurilmalarning samaradorligi aniqlandi. Assalomu alaykum. Men Fundamental va amaliy tadqiqotlar instituti 3-kurs doktoranti Nabiyeva Namunaxonman. Bizning laboratoriyamizda bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lgan suv muammosiga yechim izlanmoqda. Tekstil sanoati suv sarfi va oqova suvlar hosil qilish bo'yicha yetakchi o'rinlarni egallaydi. Chunki tekstil texnologiyasi jarayonlarida matoga rang berish jarayonini oladigan bo'lsak, matoga rang berish jarayoni davomida bo'yoq molekularimiz matoga to'liq birikmaydi va rangli oqova suvlarni hosil qiladi va rangli oqova suvlar tarkibida murakkab organik molekulalar mavjud. Mana shu murakkab organik molekulalar tarkibida xromofor guruhlar mavjud. Xromofor guruhlarimiz an'anaviy hozirgi kundagi mavjud tozalash usullariga nisbatan chidamli usullar hisoblanadi. Chunki bo'yoq tarkibidagi xromofor guruhlarimiz biologik usullarga va kimyoviy usullarga ham chidamli hisoblanadi. Biz oldimizga qo'ygan vazifamizda mana shu xromofor guruhlarni parchalab, bo'yoq molekulalarimizni to'liq parchalashni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bizning usulimiz sovuq atmosferik plazma potensiali hisoblanadi. Sovuq atmosferik plazma potensiali yordamida bo'yoq molekulalarimizni to'liq parchalab yuborishimiz mumkin. Bu usulni boshqa usullardan o'ziga xos jihati shundan iboratki, dastlabki reagentlar
sarflanmaydi va atrof muhitga ikkilamchi zararli mahsulotlar chiqarib yuborilmaydi. Bunda oddiygina havo tarkibidagi kislorod, azot radikallari, suv tarkibidagi vodorod va kislorod radikallari birikib, kuchli oksidlovchi moddalar, vodorod peroksidlari, kislorodni radikallarini hosil qiladi va gidroksil radikallari hosil bo'ladi. Bu radikallarimiz kuchli reaktiv zarralar hisoblanadi. Bu har qanday organik bo'yoq molekulasini parchalab yuborishi mumkin. Ilmiy tadqiqotim davomida tekstil jarayonlarida ko'plab qo'llaniladigan ommaviy bo'yoq Jakazol Dark Blue bo'yog'idan foydalanib, Jakazol Yellow bo'yoqlaridan foydalandim va bunda ko'rib turilishingiz mumkin 1 litr hajmdagi 10 mg miqdordagi bo'yoqli suvimiz 120-150 sekund davomida to'liq parchalanib ketganini ko'rishimiz mumkin. Bunda har qanday organik molekularimizni oksidlab yuboradigan bo'lsak, oxirgi qoldiqlari karbonat anhidrid va suvgacha parchalanib ketadi. Bu usulda tozalangan suvni tekstil sanoatining o'zi qayta ishlatadigan bo'lsa ham, bu juda katta suv tejamkorligiga erishiladi. Bundan tashqari, bu tozalangan suvimizni biz ilmiy izlanishlarda davom etmoqdamiz, tarkiblarini to'liq o'rganmoqdamiz. Buni qishloq xo'jaligida qayta foydalanishimiz ham mumkin. Organik bo'yoq molekulalari kanserogen hisoblanadi. Agar tekstil sanoatidan oqova suvlarimiz tozalanmasdan chiqarib yuboriladigan bo'lsa, qishloq xo'jaligiga bu ekinlar orqali inson organizmiga yetib keladi va bu kanserogen modda hisoblanadi va inson organizmi uchun juda ham zararli hisoblanadi. Biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD Oybek Shukurov, biologik tadqiqotlar va oziq-ovqat ekspertizasi laboratoriya mudiriman. Bugungi kunda dunyo qishloq xo'jaligi oldida turgan asosiy muammolardan biri iqlim o'zgarishi, suv taqchilligi va tuproq sho'rlanishi hamda kimyoviy vositalarni kam qo'llagan holatda qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirish hisoblanadi. Va bugungi kunda plazma texnologiyasi ilmiy, amaliy, yangi innovatsion texnologiyalardan biri bo'lib, ekologiyaga xavfsiz va istiqbolli texnologiyalardan biri hisoblanadi. Plazma texnologiyasi bugungi kunda turli xil o'simliklarda bug'doy, paxta, sholi, qishloq xo'jaligining barcha sohalarida qo'llanib kelinmoqda va bu plazma texnologiyasini qo'llaganda urug'larning sirtidagi patogen zamburug'larni nobud qiladi va urug'larning unuvchanligini oshiradi, ma'lum bir suv o'tkazuvchanligini yaxshilaydi va dala sharoitida urug'larning to'liq unuvchanligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu plazma texnologiyasi mana ko'rib turganlaringizdek, bug'doyda, sholi, paxtalarda biz dala tadqiqot sinovlarini o'tkazganmiz va bir qancha ijobiy natijalarga erishganmiz. Ya'ni bug'doyning Alekseyevich, Grom navlarida 3 yildan beri tadqiqot natijalarini olib kelyapmiz va iqlim og'ir hududlarda Surxondaryo, Sirdaryo, Jizzax, Toshkent oblastlarining bir qancha hududlarda aynan plazma texnologiyasi bilan shu urug'larga ishlov berib, hosildorlikni oshirish va o'sha tuproq sho'rlangan sharoitlarda ham ijobiy natija berganini biz tadqiqotlarda kuzatib kelyapmiz. Plazma texnologiyasini biz bu yil bug'doyning Grom navida tajriba sinovlarini olib bordik va shu bilan bir qatorda o'zimizning shu laboratoriyada ishlab chiqaradigan biog'otlarni ham senarik ta'sirini o'rgandik. Ya'ni plazma bilan ishlov berilganda o'tgan yili o'sha bug'doyning Alekseyevich navida 25% gacha hosildorlikni oshirgan bo'lsa va plazma plus shu bakteriyalik biog'otlar bilan senarik ta'sirini ko'rganimizda 36% gacha hosildorlik oshgani kuzatildi va bu eng yaxshi ijobiy natijalardan biri hisoblanadi. Bu plazma texnologiyasi ekologiyaga xavfsiz va iqtisodiy jihatdan arzon va samarali texnologiyalardan biri hisoblanadi. Plazma texnologiyasi bilan ishlov berilgan shu bug'doylarda ilmiy jihatdan tekshirib ko'rganimizda ularning oqsil, uglevod va o'sha paxtalarda tog'larning sifat ko'rsatkichlariga hattoki o'sha yog' oqsil miqdorini ham 0,5-1-2% gacha o'sha oqsil miqdorlarini, karotinoid miqdorlarini oshishini biz kuzatdik, ya'ni ijobiy natijalarga erishdik. Kelajakda plazma texnologiyasini butun qishloq xo'jaligida qo'llash, ya'ni hattoki dorivor o'simliklar, iqlim og'ir hududlarning barcha dala maydonlarida eksperimental tadqiqotlarni olib borib, biz ijobiy natijalarga erishish niyatdamiz. O'ylaymizki, bu fermerlarimiz, qishloq xo'jaligi olimlarimizni hosildorliklariga va o'sha dasturxoniga baraka berishida umid qilamiz.